qarasam juda ham ko'p ovqat, salat, shirinliklar qo'yibman, lekin bugun sizlar bilan antiqa yo'nalishga qo'l uramiz. Ya'ni bugun sizlarga o'pka pishirishni qanaqa sirlari borligini boshdan oxirigacha ko'rsatib o'taman. To'g'rirog'i buvim bilan oyim qaralashdi, chunki bu juda ham qiyin va mashaqqatli ekan, lekin bittada ko'rib o'rgan bo'lsanglar bo'ladi. Birinchi bo'lib o'pkani tozalab, ko'piklari hamma narsasi chiqqunga qadar yaxshilab tozalab olasizlar ekan. Men unaqa yomon joylarini ko'rsatganim yo'q. Tozalab bo'lgan holatim bu. Keyin bo'lsa ko'rsatib o'tilgan massalar yordamida masalliqlar bilan yaxshilab klar tayyorlab olamiz ekan. Ichiga quyganda o'pka ishar ekan va u pishgandan keyin ichini qarasanglar go'shtli bo'lib chiqar ekan. O'pkani ichida aslida hozircha hech nima bo'lmay ekan. Shuning uchun ichi yana ham ishib o'zidan 2-3 kilogramm og'ir bo'lishi uchun ichiga to'ldirib suv quyishinglar kerak ekan. Suvni o'zini emas, birinchi bo'lib tuzga un, suv qo'shib yaxshilab quymoq shakliga keltirib olasizlar ekan. Keyin bo'lsa xohlasanglar yog' qo'shsanglar bo'ladi. Biz yarimchini qaymoq qo'shdik. Ustidan 3 litr sut quyib, yaxshilab aralashtirib, o'pkanning ichiga birin-ketin quyib olasizlar ekan. Undan keyin og'zini bekitish uchun ozgina xamirdan yoki qattiqroq og'zidan chiqib ketmaydigan narsadan yaxshilab tiqib, ipda shundoqqina qattiq baylab 3-4 soat qaynatasizlar ekan. Qarab tursanglar, o'pka shundoqqina tayyor bozordagi hasbchilardan ham o'tib tushadi.
Pishirgan o'pkam sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa shuncha mehnatimizga bir dona like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham xursand bo'laman. Keyingi videolarimda qanaqa shunga o'xshash antiqa taomlar, retseptlar, shirinliklar, salatlar xohlasanglar fikringlarni kommentariyada yozinglar. Albatta qilib ko'rishga harakat qilaman.